yozib qo'yibdi. Помогу оформить наследство любой сложности deb telefon nomerini yozib qo'yibdi. Mana bu salon choyxonasi. Oldin yoniga binolar tushdi. Mana bu choraxa. Mana bu korzinka. Assalomu alaykum hurmatli birodarlarim, meni yaqinlarim, meni yaxshi ko'rgan insonlarim. Bugun 1-May bayrami bilan hammanglarni chin qalbimdan tabriklayman. Xalqaro bayram, mehnatkashlarning bayrami. Bugun butun anaqa respublikadan Buxoro, Andijon, Qo'qon, hamma shahardan Qizil maydonga kelib parad bo'ladi. Paradda studentlar chiqadi, tashmid chiqadi, anaqa chiqadi, pedagog chiqadi. Hamma institutdagi qizlar nima forma kiyib paradga chiqishadi. Shunda katta bayram bugungi kun. Kelgan anaqa bugun juma bayrami. Juma bilan hammanglarni tabriklayman chin qalbimdan. Sizlarga uzoq umr, sihat, salomatlik, mehnatingizda rivojlarini qarang. Tanga topdim mana. Qarang, mana. Mana O'zbekistonning tangasi yotibdi. Uni oldim. Mana shu joyda meni anaqa Salomboy 10 ta minimalniy jarimaga mashina tortdi. Qarang, endi bu yerda palasa ham yo'q, palasa. Bu yerda rasa bular radardan foydalanib jarimani rasa to'ldirdi. Keyin meni palasani ham olib tashlashdi. Bu yerda palasani olib tashlamagan. Yana naryodiy palasalarni ham olib tashlagan. Mana. Ana naryodiy palasalarni ham olib tashlashgan. Lekin palasani olib tashlash yaxshi emas. Mana. Yo svetoforga quloq solib, baribir hammasi o'zini yo'lida yurishyapti. Bu Maksim Gorkiy anaqasida mana naryodiy ham palasalar yo'q. Bu yerda ikkita palasa bo'lgan, mana bitta ikkita palasa bo'lgan. Bu qarama-qarshi yo'lni belgilaydi ikkita palasa. Bu yerda bitta palasa bo'lgan, bu yerda qarama-qarshi yo'l bo'lmaydi. Prezidentim, siz kimga do'stsiz, kimga dushmansiz? Buni men bilmayman. Kimni himoya qilasiz, kimni himoya qilmaysiz? Buni ham bilmayman, prezidentim. Prezidentim, men sizdan noroziman. Siz meni rozi qiling. Rozi qilish uchun o'ylab ko'ring. Nima sizdan so'ragan bo'lsam, shuni menga bering. Siz shuni bermayapsiz. Qarang, nimani so'rayapman, hozir sizga ko'rsataman. Mana bu yerda meni anaqam. Bu mashinamni anaqa bo'lyaptimi? Zapis bo'lyaptimi? Ha, bo'lyapti. Mana bu yerda mashinada chiqib kelyapman. Men buni sudga berdim. Ertalab 07:20da 7da anaqa masjiddan anaqa 2-11 anaqa 25-yili 11 Najmiddinov Salimboy Husan o'g'li aniqladi. 22-11 20 kundan keyin aniqlabdi meni. Men uni sudga berdim. Sudga kelmadi. 26-chislo kuni men uni 11-oy 11-noyabrda berdim, noyabrda 2025-yili. Mana qarangda, siz palasani olib tashladingiz. Men bitta palasani siz mendan qo'yotganda masjidda shu voqea bo'ldi mana. Mana men qayilvoman. Orqaga chiqib yana men bunaqasiga to'g'ri bo'lyapman, mana. Mana endi bu yoq tarafiga o'tyapman, palasani. O'zi palasani bo'syapman. Lekin mana men yo'qdan men yoqqa o'tib ketyapman. Mana men yoqqa mana o'tyapman. De men bundoq o'tib, men bundoq qayilib ketyapman Qizilchiroqda. U menga
Najmiddinov Salimboy o'g'li anaqa yozib beribdi sudga. 10 ta minimalni jarima yozib beribdi. Anaqa qarama qarshi yurdi deb. Keyin men bu yerga kelib to'polon qildim. Anaqasiga men bitta xodimlari aytdim, "Sanga bu yerga men nimaga keldim? Fakturkaga keldim. Fakturkaga kelib nima qilsam bu betda deydi, sen deydi palasani emas, qarama qarshi yurdingmi? Qani betda qarama qarshi yo'l? Qarama qarshi yo'lda ikkita palasa bo'ladi, bitta palasa bo'lmaydi. O'zi anaqani o'zi Najmiddinovning o'zi bilimi yo'q. Salimboy, Najmiddinov Salimboy Husan o'g'li. Prezidentim, nimaga sizdan noroziman? Siz qaror chiqarib bermayapsiz. G'iybat tuhmatga bular qanaqa jarima so'lagan bo'lsa, 11 barobardan 10 barobarga jarima. Sudga qog'oz bilan ishlarkan. U siz meni sudga berishim, meni jon kuydirishim, u senga himoya yo'q. Chunki ular bizani sizni ajratib qo'ygansiz. U tuhmat qilmasin menga, siz palasani olib tashladingiz, palasa bosganimmi, bu menga qarama qarshi yurding dedi. Bu yerda qancha odamni xonavayron qilgan bu Sadmiddinov, hech kimga javob bermaydi. Mana shunaqa. Sizdan so'rardim, siz qaror chiqarib bering, sizdan rozi bo'layman. Bitta men emasdir sizdan norozi bo'lgan. Siz meni rozi qiling, qaror chiqarib bering. G'iybat tuhmat qilganga 1 barobardan 10 barobargacha jarima soladigan. Men buni 2018-yildan beri so'rayapman. 10 yildan beri, pashta 10 yildan beri shu qarori chiqarib bering deb so'rayapman, lekin chiqarib bermayapsiz. G'iybat tuhmatga qaror chiqarib bersangiz, siz o'zingizga qaror chiqargan bo'lasiz. O'zingizga himoya qarori chiqargan bo'lasiz. Voy, mana bu ot anaqalar otilib chiqyapti. Mana shunaqa. Har doim sog' bo'ling, salomat bo'ling, xalqingizni o'ylang, xalqingizga himoya qarori chiqarib bering. Anaqalar sudyalar bular qaror anaqani yo'q qilmasin. Haligi mana sen noto'g'ri, noqonuniy olgansan, noqonuniy deb u to'g'risida yana alohida aytaman, lekin noqonuniy deb ular ham ayib qo'yadigan bo'lsa, u hokimni jazolasin. Tadbirkor nega jazolaydi? Nega yerini olib qo'yadi? Nega xonavayron qiladi? Birinchi prezidentimiz aytdiki, olsin yerini, uyini olsin, bitsin. Fakat bir etaj o'rniga 10 etaj qursin. Lekin seni mehnat haqingni pulini to'lab qo'ysin deb gapirgan edi. Unga qaramaydi, qaror chiqarib bekor qilgandan keyin uni yerlarini, joylarini, uylarini olib qo'yapti. Bunga hokim yordam beryapti. O'shaning uchun aytmoqchimanki, siz ularga 10 barobardan 100 barobargacha jarima to'laydigan qaror chiqarib bering. Xo'p, omon bo'ling, sog' bo'ling, qaror chiqarib bering xalqingizga. Xalqingiz o'sha qarordan foydalansin, sudyalar qaror bo'yicha ishlar ekan. Mana shunaqa. Siz rozi qiling meni. Xalqingizni rozi qiling. Umringizga, rizqingizga Alloh baraka bersin. Xalqingiz tinch bo'lsin, xotirjam yashasin. Yurtimiz har doim juda ham yaxshi yashash uchun haqqi bor. Ular ham O'zbekiston Respublika fuqarosi. Siz ham O'zbekiston Respublika prezidenti xalqimiz saylagan. Uni unutmang. Xo'p, xayr. Hammanglar omon bo'linglar. Allohu akbar. Bolalaringizning rohatini ko'ringlar.